Qachon bo'lsa bir o'lim, ya bir ko'rim, ochil. Ochilganda bir gap bor, ochil. Toshqanday qo'rqib 100 yil yashagandan arslondek yuraklik bir kun yashagan yaxshi. Men endi qo'rqmayman. Canım bolam, benim yürgüm ağrıplı turuvatıdı. Özleri bir tarafki ketken bolsalar, yaxşı bolam deken deymen. Qachon nur chechib, atar oltin ta. Atmam dikinde bonmig'in hamta. Subhi yordi bu ta. Bari bir o'tar. Turpan kechsi. Yo'l bo'lsin Abdusami aka, nusrat tilaymiz. Benim Abduxoliq Uyg'ur, pichonni ammog'icha kammaymiz. Achil. Nima achil? Qizilgul achil. Tunni kunduzdek qilurlar xuddi guhar bu chiroq. Nurini olgan quyoshdan nuri javhar bu chiroq. Qorong'u tundi nurning manbasidir bu chiroq. Tundi ozgan teniganning mash'ilidir bu chiroq. Tundi bo'lmas olg'ili qalamni yo'q bo'lsa chiroq. Qancha yossam shuncha qaynar tundi bu dardu piroq. Abduxoliq kun tuni bidori bo'g'in uyqudan xuddi bir parvoni bo'l, ketma lekin nurdan yiroq. Abduxoliq g'azalni bir qitim ko'zdan kechirib, qog'ozni piklab, o'ttirsidan bir to'shik echib, ehtiyotchanlik bilan chiroqqa kiydirayotganda, Oyimxonning deb uzun tin tortganligi anglandi. U uyg'ongan edi. Buni sezgan shoir qog'ozni chiroqqa kiydirib bo'lgandan keyin burilib, Oyimxonning yulduzdek yaltirab turgan shahlo ko'zini uchratdi. Nim bo'ldilar, uyg'onibdilar. Tang atay deb qapti. O'zlarini qachon bo'ldi qilakin deb qaravotdiman. Texi atigan-ku. Oyga qarasala, tushib qapti. Oyimxon shundoq deb buloqdek ko'zlarini shoirdan qochirib jim yetib oldi. Bu chaqda uning kekliknikidek qoshlari ostidagi badam qapoqlari to'liq echilib, bir husniga 10 husn qo'shilgan edi. Qadrdon mahbubisining bu qadar go'zal ham yiqimliq jamolidan ta'sirlangan shoir bir oz tasalli etmoqchi bo'lib, yozganlarimni bir qur ko'zdan kechirib deb ondan yotay deb atatdim. Yana nima uf? Men muhat bilgan bo'lsam deb armon qilyapman. Bilsizlar qanday qilmoqchi edilar? Qanday qilmoqchi? O'zlariga yordam qilatdim shu. Uning sizmo chiq yordam qilyaptilar. Nadikini, otam meni qiz bola deganning ancha-muncha Qur'on savodi chiqsili bo'ldi deb o'qishdan baldir to'xtatib olgan. Agar shunda qilmagan bo'lsa, men muhat o'qish, yezishni bilgan bo'latdim. Hozir o'zlari yozgan xatlarga xudo hallon qarg'udek qarabli qoladi ekanman. Qanchalik xiyol qilsam, bizning undaq o'qiganlarimiz hech nimaga dal bo'lmaydi ekan. Qur'on savodi chiqarish degani bizni zirzavarning sirtiga chiqqil qo'ymaydigan bir o'qish ekan. Qaraganda uning bilan hech qanday ish vujudga chiqmagudek. Oyimxonning chala uyquliqda qilgan so'zlari anglamoqqa oddiy bo'lsa-mu, mohiyatda cho'nqur ma'niga ega edi. Uning so'zlaridan xalqning yelkisidan tog'dek besib turgan barliq kulfatlar, millatning ko'zini ko'r holatda qoldirgan sabablarning tub manbasi bo'lgan ko'nichi o'qitishda qarshi shiddatli isyon o'ti yolqinlaydi. Buni tushungan shoir Oyimxon bilan cho'nqurlab so'zlashmoqchi bo'lib, ajab katta so'z qildilar. Men sizlarni bunchalik cho'nqur fikr qila deb o'ylamabdi ekanman. Shundaq, sizlarning meni tushunmaydiganliklarini bilaman. Yo'q, undaq emas. Men sizlarni yaxshi tushunaman, ammo hozir bebaho so'zlarni qilib, meni hayron qoldirganliklari uchun shundaq deb qo'ydim. Xo'p, bo'lmaslar jinim. Beshimizdagi barliq kulfatlarning manbasi o'zlari aytgan zirzavirning sirtiga chiqmasligimizda. Shuningdek, hech narsaning ma'nosini tushunmasligimizda. O'zlari buni obdan xuloslab berdilar. Men buningga to'liq qo'shilaman. Zirzavirning sirtiga chiqmasligimiz vajidan bizni nodonlik,
xurofotlik iskanjaga oldi. Mushu topda hamiliyada ishon so'pilarning zikr samosi, topqoq bo'vi, daxan, perxonlarning xurofotlik aqidalari avj oldi. Ular ishlaydiganlar bir kishilik turmushini qamdash uchun aldamchilik qilib, turli usullar bilan xalqni bexudlashtirmoqda. Bu bizning hayotimizdagi eng echinishlik, eng qo'rqinchli ofat. Bu ofatdan qutulishning birdan-bir yo'li xalqni uyg'otish. Buning uchun maktablar ochib, o'zlari talab qilgan ilm ma'rifat bilan xalqni zir-zavirning asoratidan qutqizish kerak. Bu bak muhim ham qiyin ish. Meni kechalari uxlatmayotgan qayg'u ana shu. Bu so'zlarni diqqat bilan anglagan Oyimxon oldida o'ltirgan shoirning qada-qomatining tangri tog'laridan egiz. Shon sharafda minglagan 10 minglagan haqqoniyat jangchilarining g'olib sarkardisidan hurmatli ekanligini his qildi-da, erg'ib o'rnidan turdi. Maktab assala, menmi o'qiyman. Maktab ichish yaxshi ish, biroq uningga yo'l qo'yishmaydi-da. Nemishqa? Ular maktabdan qo'rqidi. Xalqning uyg'onishidan qo'rqidi. Xalq uyg'onsa, oq bilan qorni farq etib, ularning nodon qoldirish siyosatiga qarshi chiqadi. Xalq qo'zg'alsa, o'zlarining muqaddas huquqlarini tunib yetidi-da, ularning mustabid hokimiyatini og'dirib, taxti baxtini gumron qiladi. Shuning uchun qo'rqidi. Bizning maktab ichishimizga diniy, xurafiy urf-odatlarni qattiq to'sqinlik qiladi. Bu eng xatarlik va zaharlik qora kuch. Ularni tashabbus qiluvchi jaholat parastlar xalqning uyg'onishidan o'lgida qo'rqidi. Chunki xalq jaholat, nodonlik uyqusidan uyg'onsa, ularning foyda manfaati ziyonga uchraydi. Shuning uchun ular har qanday ijtimoiy uyg'onish harakatlariga qarshi chiqadi. Masalan, Maqsudbay Tataristondan 2 navbat o'qituvchi taklif qilib, Ostonada o'z xarajati bilan maktab ochdi. Bu maktablarda o'qitish ishlari bir mazgil yo'l qo'yilib edi. Yuqorida aytilgan mutassib qari kuchlar isyon ko'tarib, Maqsudbay jadidi maktab ochdi. Hisob, jug'rofiyada bismillah yo'q bir nimalarni o'qiydi ekan. Yerni yumaloq deydigan degandek pitni pasoqlarni to'qib, Yangzingshinga arz shikoyat qilishdi. Yangicha maktablarni yoptirib etishga bahona topolmayotgan Yangzingshin ularning arz shikoyatlarini ko'ribla bir buyruq bilan yangicha maktablarni yoptirib etdi. O'qituvchilarni qo'g'lidi, hatto surgun qildi. Bu 1918-yillar bo'lgan ishlar. Oradan bir qancha yil o'tganda Qashqarda yana bir palla ma'rifatchilik boshlandi. Marhum Abduqodir Domullan boshchilik qilib, madrasalardagi ko'nichi o'qitish ishlarida islohot yurgizishni tashabbus qildi. Madrasalarning vaqtlaridan pul ajratib, yetim yesirlarni parvarish qilishni yo'lga qo'ydi. Eng muhimi, chet eldan kelgan din o'g'irlariga qarshi turdi. Afsuski, Abduqodir Domullanning taraqqiyparvarligini himoya qilishning o'rniga bir turkum boylar bilan mutassib qari kuchlar til biriktirib, uningga qarshi chiqdi. Eng oxirida bu qari kuchlar suiqasd qilib, Abduqodir Domullanni qatl qildi. Oyimxon qandoqdir dahshatlik fojiani ko'rib, yuragi yerilib ketgandek, ichiga qattiq tin tortib, shoirga qarab qaytib qolgan edi. Vujudi dir-dir titrayotdi. Shoir uni darhol o'ziga yaqin tortib, mehribonlik bilan qarab so'zini davomlashtirdi. Shuning bilan ma'rifat osmonidagi yana bir chiroq o'chib, taraqqiyparvarlik harakati yemirilgandek bo'ldi. Uningda bo'lamdikan? Albatta bo'lmaydi. Xalqning ma'rifatga bo'lgan talabi hargizmi besilib qolmaydi. Balki bosqon seri shuncha kuchaydi. Mana o'zlarim shu talabkorlardan biri. Shuning uchun yangicha maktablarni ichishimiz kerak. Agar ochmaydigan bo'lsak, xalqning shuningdek o'zlarining talablarini qandoqmi o'rindig'ili bo'lsin. Bu yo'lda har qanday to'salg'ularga duch kelsak, qat'iy bo'shashmay, bosib o'tib olg'a mengishimiz kerak. Mani'ing ko'p bo'lsa-mu, qo'rqmay uzib olg'a bas. Bu bizning hozirgi shiorimiz. Oyimxon Abduxoliq Uyg'urdan yana nurg'un so'zlarni angladi. Shoirning g'urur, vijdon suyida sug'urilgan so'zlari Oyimxonning qalb to'ridan o'rin olib, vujudiga ajoyib kuch-quvvat baxsh etdi. Shuning bilan u ulug'vor g'oya va mustahkam iroda tikladi. Abduxoliq Uyg'ur so'zlab harom degan. Oyimxonmu shoirning so'zlarini anglab to'yam degan. Bir kunlik mashg'ulot, bir kunlik harakat.
buningdan keladigan muqarrar horg'inlik oxiri g'olib keldi. Shunga ular chaplashib yetib, tatliq uyquga ketishdi. 4-bob. Maktab asla men o'qiyman. Bu talab Abduxoliq Uyg'urning jondan aziz mehriboni Oyim xonning talabi bo'lmasdan, minglagan, 10 minglagan xalqning, aziz farzandlarning orzu tilagi edi. Bundaq umumiy tilakni qandaqmi e'tiborsiz qoldirg'ili bo'lsin. Buningga e'tibor qilmaslik ya shoirning vijdoniga qandaqdir nomus va xijolat tuyg'usi baxsh etadi. Shunga u bu haqda to'liq o'ylanib, bir qancha kungacha tuzuk ish qila olmadi. Bo'libmi, kechalari bu xiyol mengisiga kirib elib, tong otqucha uxlatmaydi. Bir kuni bu masala to'g'risida maslahatlashish uchun u to'p-to'g'ri Hisomiddin Zuparning uyiga bordi. U mehmonxonaga kiribla, Hisomiddinka, men mundaq bir ish bilan kelib edim. Keling shoir. Hisomiddin Zupar hisobot daftaridan beshini ko'tarib shoirga qaradi. Uning qarashlaridan qini so'zlang anglayli degandek ochiq va qizg'in pozitsiya ko'rinib turadi. Maktab ochsaq deyman. Bu yaxshi gap-ku. Men qo'llayman. Qani o'ylig'ingizni da anglayli. Hozircha bir sinflik ochsaqmikin deyman. O'rnichi. O'rni bizning o'yli bo'ladi. Maqsum akamning xabari bormi? Texi so'zlashmadim. Haqqoniy harakatga otammi yoqdi emas. Yaxshi. G'ayratingizga barakalloh. Sizningcha bo'lganda bu ishning imkoniyati bor, shundaqmi? Dunyoda to'li ishlar jur'atdan tug'iladi. Yangni turib bosib ishlab kirsak, tavakkul daryosiga soldim kiyimimni, yo boydan chiqar, yo sayramdan degandek bir gap bo'lmasmi? Bu gaplaringiz to'g'ri, ammo maktab ichish hozirgi ahvolda cho'ng ham qiyin ish. 10 yildan buyon hukmronlik qilayotgan Qari Janjunning mijozini hammamiz bilamiz. U bak xunxo'r odam. Milliy ma'rifni odatdagi ko'z qarash bilan cheklayotgani yo'q. Uning tub maqsadi xalqni jaholatda, nodonlikda qoldirib, hukmronlik qilishdan iborat. Uningdan boshqa, uning jaholatlik siyosat yurgizishiga bizning ongsiz, mutaassib mollalarimiz yordam beryapti. Bu ahvollarni garchi siz yosh bo'lsangizmi, atrofli tushunasiz. Ma'qul, biz tavakkul qilib maktab ochdik deylik. Bu mollalarning quliqiga yetadi. Ularning qarshi chiqishi, birni ikki qilib yomilg'i chiqishtirishi, hatto Qari Janjunga arz qilishi mumkin. Ahvol u darajaga yetganda qisman ko'ngil og'riqlari tug'ilmaydi degili bo'lmaydi. Ahvol shundoq bo'lganda qanday qilish kerak? Bu taraflarni o'ylashmay bo'lmas. Gaplaringiz tamoman to'g'ri. Shundoq bo'lishi turgan gap, ammo biz qachongacha beshimizni ichimizga tiqib kirpidak tugilib yotamiz. O'zmi pesh, og'zimga cho'sh degan bilan bo'lmas. Shuning uchun biz qilmoqchi bo'lgan ishlarimizni oldin astoydil o'ylashimiz kerak. Bilib ish qilganning beli o'shtilmas degandek, maktab etishning zarurligini qanday tushungan bo'lsak, uningga bo'ladigan qarshilikni to'liq mo'ljarlashimiz kerak. Siz bilasiz, Maqsudboy hozir yo'q, shamayga ketdi. Agar u bo'lgan taqdirda o'ttirg'i tushmaydi. Chunki uni bundaq harakatlardan qattiq cheklagan. Agar u o'ttirg'i tushsa, ziyonkashlikka uchrab qolishi mumkin. Yangzingshin bosh odam emas. Qo'li qon bilan bo'yalgan. Hazar aylamay bo'lmaydi. Men shundoq ehtiyot qilaman, lekin sizga qat'iy yor yo'lak bo'laman. Shuning uchun bu ishni ancha cho'ng dag'dug'i qilmayla, o'z ishimizda bilib 8-10 bola to'plab o'qitib ko'raylik. Agar qarshilik chiqmasa, asta-asta kengaytib olamiz. Navoda pitni pasat qo'zg'ilib qolsa, yig'ishtirib etib, to'gi ko'dingmi, yaqtab tursa qandoq bo'la? Buningga siz qandoq qaraysiz-kin? Shahar ichidagi qo'ruda bir qancha yildan beri paxta iskolati bo'lib kelgan cho'ng uyning tam to'rislarini qilin chang to'zon besib ketgan bo'lg'achqa, uni tozalash ancha osonga tushmaydi. Shundaqdimi Abduxoliq Uyg'ur bilan Oyimxon ishkisining shu kunlardagi qizg'inligi oldida bu ish hech qancha qiyin emas edi. Ular uyni hashpash degicha tozalab, bir chiroyli tusga kirgizishdi. Tozlik qilish nima degan yaxshi, ha? Mana qarang, chechini yuyib tarab qo'ygan qizga o'xshash darsxonamiz bir chiroyli bo'lib qoldi. Shundaq, chas saqalni qirdirib tozlangan yigitlarga o'xshasaqmi bo'ladi?
Ikkisi bir palla kulishib olgandan keyin uyga parti tizdi. Bu uy paydin-pay darsxonaga o'xshib qilyotdi. Endi taxtayni bo'yish bilan bo'r yasash ishi ularga qarab turadi. Ikkisi maslahatlashib, qoznaqdagi mesh kanoylarni ochiqib, ulardan bir doz qurum qoqdi. Shoir bu jarayonda yuziga kuyi surtib olgan edi. Oyimxon masxirlik kuldi. Ammo shoir buningdan bexabar qayintilgan yelim bilan qurumni aralashtirgandan keyin qetib qolmasin deb oldirib taxtayni bo'yashga kirishib ketdi. Oyimxon bor tayyorlash uchun ko'ydirilgan singir toshni algakdan o'tkazish jarayonida yuziga oq surtib olgan edi. Buni ko'rgan shoir masxir qilib kulishga boshladi. Bundan keyin o'zlariga o'pis etib olmasaqmi bo'g'idak. Men uchun bo'lmasa-mu o'zlariga bir oz yetib olmasalar bo'lmas. Menga lozim yo'q. U bo'lmasa yuzlaridagi qora qurlarni qandoq tozalab bo'lamiz? Shuningdan keyin shoir yuziga kuyi surtib olganligini sezib bir oz xijolat bo'lgandek bo'ldi. Oyimxon uning yuzidagi qorni surtib etmoqchi bo'lib yiqilib kelganda, shoir uning yuzidagi gajni surtib tozalab etdi. Ikkisi birlikda doskini ko'tarib kirib, iskilotning temiga osqanda, bu iskilot kam kutsiz o'qish yurti siyoqiga kirib qolgan edi. Oyimxon sirtga chiqib qurgan bordan bir necha cho'ka akardi. Shoir bor bilan do'skiga maktab jannat kel o'qishni davom et deb chiroyli yezib qo'ydi. Atisidan boshlab tayin qilingan bolalar kelishga boshladi. Isomiddin Zupar eng kichik ukisi Sirajiddinni birinchi bo'lib o'qishga bergan edi. 8-10 bola to'plandi. Bularning ichida qizlarmi bor edi. Qizlar Oyimxon bilan birlikda o'qiydi. Maktab xarajati va o'quvchilarga beriladigan daftar qalam xarajatlarini Isomiddin Zupar o'z ustiga olgan edi. Maktabning dastlabki o'lini qurib chiqqan shoirning ko'ngli ilgirkiga qaraganda jiq orom topgan edi. U o'quvchilarga qizg'in va ko'ngilli dars o'tib, kunlarning qandoq o'tib ketganligini sezmayli qoladi. Bolalarga ona tili va hisob darslarini qaytirqinib o'rgatadi. O'qituvchilik amaliy mehnat va kuch talab qiladigan eng jafoli xizmat. Shunga kunduzi shoir o'qituvchilik qilib xeyli charchaydi. Shundaqdimi kashlari hardim taldim demasdan, tun nisbigacha chiroq tuvida panjaradan urilib turgan salqin havodan nafaslanib o'ltirib, o'rkashligan ilhom dengizlaridan esil dur javohirlarni suzib oladi-da, ma'rifat gulistoniga naqsh qilib chekatdi. Uning qalami ostida putib chiqqan fasohatlik, ilmu hikmatlik, ochiq fikrlik, ommabop, oddiy uqumliq she'rlar minglagan, o'n minglagan mehnatkash xalq ommasining ko'nglidagi maqsad muddaosi, umid istaklarining simvoli sifatida go'yo qutb yulduzidek chaqnaydi. Shu sababdan bu she'rlar nihoyatda qisqa vaqt ichida shaharda, yezi sahrolarda, madrasa hujralarida, mashrab o'ltirishlarda muqarrar o'qiladigan, qo'ldan qo'lga o'tib tegmaydigan, go'yo eng esil guhardek qadrlanadigan bo'lib qolgan edi. She'riyatdan oz to'la xabari bo'lgan har qanday kishi Abduxoliq Uyg'urning she'rlarida chaqnab turgan fikrlardan to'liq huzurlanadi. U she'rlardagi lazzatni she'riyat bog'larida maybog'lab pishgan har qanday tatliq mevalardan shirin ham laziz ko'radi. Uning she'rlarida real tilaklar urg'uydi. Yarqin umidlar o'rkashlaydi. Kurash nishonlari cho'lpondek chaqnab turadi. Bu she'rlar yana xalq g'aflat uyqusidan uyg'onib, ruhini urg'utib, jasorat, g'ayrat bilan kurashga otiladiganlar bo'lsa, murod maqsadga, porliq istiqbolga yetkili bo'ldiganligidek haqiqat, nur chashqan jaronliq xitobnomalarga to'lgan edi. Shoirning uzilmas umid, vijdon azobi, ko'ngil xohishi, ko'ringan taq yiroq emas va shuningga o'xshash bir muncha she'rlari hofizlarning tili orqali xalq orasiga keng tarqaladi. Bu she'rlarning shifoliq faslidan minglagan, o'n minglagan dardmand yuraklar darmon oladi. Zamonning dardu balosidan chak-chak yerilgan xasta dillar asliga keladi. Abduxoliq Uyg'urning bu xil jangovar she'rlari yolg'iz turpandala emas, Urumchi, Ko'chung, Manas,
Qumul qatarlıq joylardamı kuchli do'lqin hosil qilgan edi. Uning she'rlaridan ko'chirmalar shahardan shaharga tarqaladi. Hatto yar birodarlar o'zaro sovg'a salom qilishib avatadi. Tushga yaqin bir chaqda ho'yliga ikki odam kirib keldi. Ularning o'ruqroq, kayki saqal qo'yib olgani Ro'zi Molla ismli yerlik kishi bo'lib, Abduxoliq Uyg'urning Xanzuchi maktabda birga o'qigan saboqdoshi edi. Oq pishmoq, qushburun, talib sifat kelgan yana biri notunish edi. Qaraganda u yoqi yurtliqdek ko'rinadi. Abduxoliq Uyg'ur darsxonadan chiqib, mehmonlarning oldiga keldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ro'zi Molla, qanday ahvoling? Obdan turdingmi? Ro'zi Molla Abduxoliq Uyg'ur bilan qo'l elishib ko'rishgandan keyin ko'zlarini aloq-jaloq qilib, bolalar churuqlashayotgan darsxona tarafga diqqat qildi. Notunish odam bo'lsa, eng hurmatli bir odamning oldida turgandek ko'rinib turadi. Bu mehmon Qumuldan kelgan ekan. Abduxoliq bilan ko'rishmoqchi edim. Uyni topolmayapman deb izlab yuribdi. Men boshlab kirdim. Yaxshi bo'pti. Qani uyga kiraylik. Men chiqib ketaman, ishim aldirash. Bu yerda o'qiyotgan bolalar bormi qandaq? To'qalaning bolalaridan bir nechasi kelgan ekan. Ha, shundoq gapmi? Yaxshi gap-ku. Ha? Bu bir rasmiy maktabkan-ku. Do'stga, parti o'rindiq, hammasi tal. Nima degan yaxshi? U bolalarga va darsxona ishchiga sinchilab sapsilib, ondan orqaga yondi. Shoir uni birdam o'ltirishga tutgan bo'lsa-mu, u o'zira aytib chiqib ketdi. Uni uzitib qaytgan shoir ho'ylida kutib turgan yot mehmonni o'zining mashg'ulot uyiga boshlab kirdi. Uy oddiy, ammo pokiza tozlangan edi. Derizi to'yiga turg'izilgan ustal ustida duvat qalam va qog'oz daftarlar ratlik turadi. Tekchida yana bir muncha kitob bor edi. Mehmon Fatiha qilgandan keyin xijolatchilik ilkida o'zini tunishtirdi. Qumuldan kelib edim, ismim Aziz Niyoz. Vaqtsiz kelib, mashg'ulotlarni buzib qo'yganligimdan xijolatman. Yo'q, hargiz undaq dema. Do'stlar uchun har qachon tayyormiz. Hargiz malol ko'maymiz. Xo'sh, qani, Qumuldan qachon keldingiz? Hozir janoblariga salom berish, didorlarini ko'rib, suhbatlarga daxil bo'lish orzuyim kuchli bo'lgani uchun narsa keraklarni saroyga tashlab aldirab kelishim. Nihoyatda yaxshi. Ko'ngil izdigan visol, do'st, ulpat deganlar go'yida kishini ixtiyorsiz shundoq aldirashga majbur qiladi. Aldirash kerak. Hayotlikning ta'birini istak orzularga yetish yo'lidagi aldirash harakatlardan iborat deyishga bo'ladi. Mana bugun siz bu siziqdan chiqmay kapsiz. Kelganingiz nihoyatda yaxshi bo'pti. So'zlashimiz, ulpatlashimiz. Shoir yumshoq so'zlab imkon qadar mehmonning chiroyida aks etgan xijolat rengini o'chirishga tirishgan edi. Rahmat. O'tgan yili yoralardan biri janoblarining she'rlarini nusx ko'chirib, sovg'a tariqasida peqiriq avatgan ekan. U nusxlar Qumulda qo'ldan qo'lga o'tib, go'yo angushlardek qadrlandi. Qumulning rohat bog'larida, madrasa hujralarida, soda saroylarida, bazmi barovatlarda qizg'in o'qildi. U she'rlardan lazzat topmagan, badiiy quvvatidan ta'sirlanmagan birmi odam qolmadi. Hamma odam birdekla bu she'rlar nihoyatda tushunishli ham ta'sirli yozilgan deb janoblariga madhiya o'qishdi. Hammadan menga bakrak ta'sir qilgan ekan. O'zlarini g'oyibona ustoz tutib taqlid qildim. Kech kunduz mashq qilishga to'g'ri keldi. Yarg'udak bir apoch she'r yozish oson emaskan. Shundoq bo'lsa-mu chekinmadim. Ijtihod qilib bir necha pocha she'r yozib keldim. Garchi pishmagan bo'lsa-mu, janoblariga ko'rsatay deb edim. Malol kamisa. Shoirga ishqi qo'llab bir necha bet qo'lyozma sungan Niyoz gadan quloqlarigacha qizirib ketdi. Abduxoliq Uyg'ur bu she'rlarni urg'uliq o'qishga boshladi. Niyoz o'z she'rlarini katta shoirning og'zidan anglab, hayajondan vujudi silkindi. Shoir hammani bir qur o'qib chiqqandan keyin Niyozga yiqimli qarab, yaxshi yozilgan, fikrlar joyida. Boshqalar qila olgan ishni men qilolmayman demaslik kerak. Ijtihod qilsa, boshqalar qilgan har qanday ishni shularga o'xshash qilg'ili bo'ladi. Ulug' ustoz Alshir Navoiy kishini hayron qoldiradigan olamshumul ulug' asarlarni yozdi. Ustoz Shayx Saidi hikmatlar olimidan shuncha ko'p javohirat qozdi. Lekin ular tamom qizib tugatgani yo'q. Ulardan keyingi iqtidor egalariga yana nurg'un javohirlar,
hikmatlar qolgan. Ularni avlodlar qazdi va bundan keyin yana qazidi. Buning ochquchi ijtihod qilishda. Ijtihod qilmay hech qanday maqsadga yetkili bo'lmaydi. Sizmi ko'rib bilgansiz. Bizning ko'pligan talablarimiz nihoyatda chapsalla qozon beshini cho'rgilab qoladi. Yoki qassobning kanoriga o'lashgan chivillardek manfaat dasturxonlariga o'lishidi yoki havoyi havaslarga berilib o'z tirishchanligini yo'q chiqirdi. Bu bizdagi eng og'ir illat. Menimcha odamlar uchun eng qimmatliki hayot. Chunki u har qanday odamga faqat bir qatim keladi. Shuningdek, hayotlikda har bir tiniq vaqtmi shunday qimmatlik. Vaqt go'yo etilgan o'q, u hargiz qaytalanmaydi. Mening demoqchi bo'lganim, har bir odam o'zining qimmatli hayotini qadrlashi, bebaho vaqtini ching tutishi lozim. O'zini o'zi qadrlamagan odamni boshqalar qadrlamaydi. Shuningdek, qo'ldan ketgan vaqtni boshqalar orqaga yondirib bermaydi. Bu jihatda sizga opirin aytaman, chunki siz qimmatli vaqtingizni zoya qilmay ijtihod qilib, ijodiy amgikingizni dastlabki qadamda chechaklatibsiz. Buni davomlashtiring. Ko'p mashq qiling, ko'p yezing. Fikrlar ochiq, til yenik bo'lsin. Bizning she'rlarimiz kishilar bir qarash bilanla fikr maqsadlarimizni tushunadigan bo'lsin. Rahmat, bergan ta'limlarga ming rahmat. Biroq, xo'sh qani. Men to'la hollarda ma'yuslanib qolaman. Yozganlarim o'zimga yaramay qoladi. Yozganlarimni ko'pincha hollarda yirtib tashlayman. Ba'zi kunlarda ma'yuslanib, yozmayli qo'yay deb o'ylayman. Menda ba'zida moshundaq bir xil yomon kayfiyat tug'ilib qoladi. Bu to'g'ri emas. Himmatlik, g'ayratli bo'ling. Hayotga nisbatan umidvor bo'ling. Hargiz chekinmang. Tirishib o'rganib shoir bo'ling. Biz ikkimiz yana ozlik qilamiz. Yurtimizdan texmi ko'p shoirlar, adiblar yetishib chiqishi kerak. Bizda bir shoirning yoki bir adibning yetishib chiqishi bir beg'arazning kimaganligi bilan barobar. Buni bilishingiz kerak. Shoirning ajoyib fikrlaridan chunqur ta'sirlangan Niyaz, she'riyatning yana bir muncha nozik taraflaridan savol qo'yib, o'zi tushunmay kelayotgan masalalarga javob topdi. Shoir uning har bir savoliga qanoatlanarlik javob bergan edi. Eng oxirida Niyaz rahmat aytib qaytmoqchi bo'lganda, shoir uni eshik oldig'icha uzatib chiqdi. To'xtang, sizga bir narsa so'q qilay, dedi shoir ketayotgan mehmonni to'xtatib. Niyaz hong-tong bo'lib turib qoldi. Shoir tövendeki g'azalni o'qidi. Ay Niyaz, g'ayratingdan o'l lekin ayrilmag'in. Haqliqin bilgan yo'lingdan jonni ber qayrilmag'in. Mani'ing ko'p bo'lsa-mu, qo'rqmay uzib oldinga bas. Tog'u tosh daryo ulug' sularga sen tong qolmag'in. Abduxoliqning so'zi deb e'tibor qilmay qo'yib, ushbu vijdonni keyin tutmas azobga salmag'in. Sinfda oyimxonni hisobga olmaganda 13 bola o'qiydi. 3 qiz, qolganlari o'g'il edi. O'g'illarning oldi 12 yoshlarda. Qizlarning oldi 10 yoshlarda bo'lib, ular oyimxonni cho'rdab o'g'illardan ayrilib o'tiradi. Bularning ichida yolg'iz oyimxonla husnxat mashq qiladi. Chunki uning aslida Qur'on savodi bo'lganlikdan xat yozishni osonlik egilib, husnxat mashq qilish bosqichiga kirgan edi. Qolgan bolalarga ahvoliga qarab, ABC deb 3 guruhga ayirib dars beriladi. Yetmekçi bo'lgan maqsadning birinchi baltiqiga qadam bosgan Abduxoliq Uyg'ur o'z xizmatidan intayin mamnun edi. Hardim taldim demasdan o'tdek qizg'inlik bilan dars o'tadi. Doskining yerimiga harf, yerimiga so'z jumla yezib, ayrim-ayrim o'rgatadi. Balalarni o'tilgan darslarni daftarlariga yezib mashq qilishga o'rinlashtiradi. Mashq qilish boshlanganda nazoratni kuchaytirib, balalarga xat yozganda qandoq o'tirish, qalamni qandoq tutish, tilga tekkizmaslik va boshqalar to'g'risida tinimsiz so'zlab ta'lim beradi. Qalam uchini sundirib olg'uvchilarning qalamini ushlab beradi. Oyimxon mashq qiladigan qumush qalamni mu tayyorlab beradi. O'quvchi garchi oz bo'lsa-mu, ish ko'p edi. Bir sinfda 3-4 darajaga bo'lingan o'quvchilarni o'qitgan muallimlar dush keladigan qiyinchiliklar shoirni xeli tarlatadi. Doskaga to'liq xat yezib,
to'li o'chirgachga qo'llari bo'r to'zonlari bilan xuddi un xaltisi qoqqandek bo'lib ketadi. Lekin u mamnun edi. Shoirning tartgan japolarini sinib ichida qizilguldek o'ltirgan bolalar va ularning o'qishga talmirib turgan qora ko'zlari, o'qituvchisidan minnatdor bo'lib qarashlari unutiltiradi. Shoir har bir bolaning minnatdorlik quchqundab turgan qop-qora ko'zlarini uchratganda harxilligi to'zg'oqdek to'zib, uning o'rniga yangi qon, yangi kuch-g'ayrat paydo bo'lgandek his qiladi. Ana Oyimxon qumush qalamni g'echirlatib husn xat mashq qilmoqda. Uning butun vujudi bilan berilib mashq qilayotgan vaqtdagi o'ltirishlari nima degan chiroyliq. Uning qosh teshidek süpsüzük budruq qo'lidan yezilib chiqayotgan husn xatlar nima degan ko'rkam. Bu xatlar kundan kunga tinimsiz o'zgarish yasab, kamolat tepayotgan ziroat moyslaridek go'zal tusga kirmoqda. Bu albatta o'qituvchi amgikining natijasi. O'qituvchini xush qiladigan, har qanday jafo mushaqqatlarni unutildiradigan ma'naviy kuch. Ana, yumaloq yuzlik, ohu ko'zlik Sirajiddin. Uning ko'zlaridan idrok uchqunlari chochrab turdi. Uning darsga quloq silib o'qituvchiga intilib qarab o'ltirishlari nima degan chiroyliq. Bu ko'ngilni xush qiladigan sehrli ko'rinish emasmi? Ana, budirqina sutdek oq yuzlik Büyü Xalicha. Uning ushoq o'rilgan qora sumbul sochlari, peshonasini yipib qora qoshlari bilan tutishib turgan mo'nglay sochlari. U berilib daftarga raqam yozmoqda. Uning burun uchidan munchoq tar qo'yilmoqda. Bu qizning tarni surtishga vaqti yo'q. Bu nima degan ko'ngillik o'qish? Sinfda yana bir-biridan qilishmaydigan chiroyli bolalar go'yo bir-biri bilan baslashgandek ko'ngil qo'yib o'qimoqda. Abduxoliq Uyg'ur bolalarning o'qish qizg'inligi va tirishchaligiga qarab ichidan mamnun bo'ladi. Qilayotgan ishining to'g'riligiga texmo ishinadi. Buni kengaytirish to'g'risida o'ylanadi. O'ylagan seri vujudi kuch-quvvatga to'ladi. Shoirning otasi Abdurahmon Mahsum kirib keldi. U xafa ko'rinadi. Sinib ichida turgan shoir derizadan otasini ko'rib oldiga chiqmoqchi bo'layotganda Mahsum darsxonaga besib kirdi. U chechilib so'zlashga boshladi. Bizni kun ko'gili qo'ysanglar bo'lmamdi. Nima degan to'la ko'ngil og'riqi bu? Uning chiroyidan qandoqdir bir joyda qattiq ko'ngil og'riqi tortganligi chiqib turadi. U bir iskatda chechilib so'zlaydi. Cho'ng bo'lganda birovlarning oldida qo'l qovushtirib turish oson ishmi? Chopsan bo'l. Bu ishlarni yig'ishtirib et. Bolalarni hozirlik ko'zdan yo'qot. Beshimga bola topquchi bo'lmanglar. Nim bo'ldingiz ota? Koyib qopsiz-ku. Yig'ishtirib et degandikin yig'ishtirib et. Maktab ochiman, bola o'qitaman deb beshimga bola topgandan etizga chiqib, katman chopqining tuzuk. Katman chopsang, sen bilan hech kimning kori bo'lmaydi. Bu kichik ish-ku. 8-10 bola kelib ketib turganga nim bo'lmoqchi? Sen undaq degining bilan omborning oldiga tog'dak yo'g'nab beribdi. Putoning uchiga qarab yurganlar xeyli ko'p o'xshaydi. Undaq bo'lmasa, bu ishni ombol na'din bilsin? Ombol anglabdimi texi? Men shu topda Yomildan kelishim. Uyda yotsam, Yomilning yoyisi bo'ronda gurkirab kelib, meni oldiga silib haydabmoqdi. Nim bola bo'lgandi deb Yomilga yetib borguncha yo'lda qilmagan xiyollarim qolmadi. O'zing bilsan, yoyi deganning o'zidan bakrak haybisi yomon keladigan haq. Meni opiribla datanda o'ltirg'izdi. 1-2 soatdan keyin ombol chiqib, meni ko'ribla tukriklarni chachirtib, sizlarning beshinglar shuncha cho'nglab ketdi-ku. Janjunning amir farmoniga bo'ysunmaydigan 7 beshinglar bormaydi. Anlasam, o'g'lim Abduxoliq maktab echibopti deydi. Chopsan yo'qitinglar, bo'lmasa ota bola ikkinglarni hapsiga olaman deb varqirab ketdi. Men bo'ladi, o'g'lim rost shunday qilgan bo'lsa, berib maktabini taqdim etay deb va'da berib qutulib chiqdim. Bo'ldi qil. Bugunni yig'ishtirib et, quloqni tesh qil. Abduxoliq Uyg'ur bu so'zlarni tinish turib anglayotgandek ko'rinsa-mu, ammo g'azabdan o'rtangan vujudini qora tar bosgan edi. Bolalar go'yo urkib ketgan to'shqandek dir-dir titrishib jim o'ltirishadi. Mahsum ularni qo'g'lashga boshladi. Ketinglar. Bundan keyin kaguchi bo'lmanglar. Endi bu ishni to'xtatib qo'yamiz. Ota, to'liq o'qiyverma.
Bu xalqdan qanchalik qo'rqsang, beshingga shunchalik chiqib oladi. Men bu maktabni taqamayman. Meningcha, bu hech qancha cho'ng ish emas. Buni maktab degili bo'lmaydi. Ishonmasa, ambal o'zi chiqib tekshirsin. Tuqqanlarimizning 8-10 bolasi to'plashgan kichikgina ishni maktab ochdi deb yo'g'initib bir nima deydigan bo'lsa, o chaqda ambal bilan o'zim so'zlashiman. Agar hapsiga olaman desa mayli. Hapsida o'zim yotaman. Biz qachongacha qo'rqib jim yotimiz. To'shqanday qo'rqib 100 yil yashagandan Arslondek yuraklik bir kun yashagan yaxshi. Men endi qo'rqmayman. Sen yana yoshli qilyapsan o'g'lim. Bu ishga sal qarama. Qeri janjin o'ynash qilib bo'ladigan kishi emas. Uning ko'ngli qara, payli yomon, qo'li qon odam. Agar bu ish uning qo'liga yetadigan bo'lsa, har qanday shumlik qilishdan bosh tortmaydi. Senmi ko'rgan-ku, shu yillari maktablarni pechatlab, o'qituvchilarni qo'g'ligan. Hiliqi Kamal apandi deganni qafasga solib, xonga yo'llagan janjin shu emasmi? Yo'q ota, men o'z ishimdan voz kechmayman. Ombol o'zi chiqsin, o'zim so'zlashiman. Bizga mo'shunchilik kichik yo'lni bermagan jahonning zodi qandoq bo'lib ketganligi to'g'risida ikki eg'iz gap qilmasam, pig'onim chiqmaydi. Ota bola ikkisi jiddiy so'zlashayotganning ustiga tashqaridan Jisa kirib keldi. Uningga so'ngtishibla Manglik So'pi, Hoshim Darvish qatorliq kishilarmi kirgan edi. Hoyliga kiribla ko'zlarini chekchaytib, soqollarini titratgan Jisa u yoq bu yoqqa qarab hayvi bilan ko'ngilni tinch qo'ymay, qanday qilganinglar bu? Maktabdagilar qani, men bir ko'ray. Sizlar nima qilayotgan bolalar? Menglar ketinglar. Bu yerga ikkinchi kelguchi bo'lmanglar. Bir kun bo'lsa-mu, meni tez Jisalik qilib qo'ysanglar-chi. Manglik Hoshim deganlarmu darsxona ichiga kirib, og'ziga tegmay chalvoqashqa boshladi. Ya Alloh, ya Karim, mana bu jadidlik, dindin chiqqanlik emasmi? Parti o'rindiqda o'ltirish degan imonsizlarning ishi. Biz musulmonlarga yukinib o'ltirib, dars ilish sunnat. Janobi Rasululloh dars o'tganda 33 ming sahobining hammasi yukinib o'ltirib tinishigan emasmi? Mana ma'uningga qarasizlar-tehi. Deb so'zlashga boshladi Hoshim Darvish. Ondan parta ostidagi bir parcha qog'ozni elib, uning buningga ko'rsatib dedi. Qaranglar, Xudoning kalomini yozadigan muborak qog'ozlarni yerga tashlab oyoq osti qilishning o'zi cho'ng gunoh emasmi?